Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Qo'qon shahrida joylashgan Baslama Somsaga keldik. Somsalari, mantilari, koblarni ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. To'g'ri somsalari. Qo'y go'shtiga somsalarni ko'ramiz. Baslama Somsa har kuni ertalab soat 8 dan kech soat 20:00 gacha ish faoliyatini olib borishadi. Uyg'ur mantilariga alohida qo'yib qoldim. Padlivalari ham bor ekan. Mantani yaxshi ko'raman-da. Go'sht, somsani go'shti bilan boshqa go'sht ekan. Padlivalar bilan sochniga. Kosa somsalarni ko'ramiz. Ichida qazilari ham bor ekan. Baslama somsani eng afzali tomonlari somsalar go'shti bir-biriga o'xshamas ekan. Baslama somsa Qo'qonda asosan somsa mantilari bilan mashhur hisoblanadi. Kartishkali somsalarni ko'ramiz. Barchalarini Qo'qon shahrida joylashgan Baslama Somsaga chiqib olamiz.